Kavapçılık qılayotgan ustamlar qandaq ahvolinglar? Mushu sizlarning kavap shirini xurchinglar qandaroq chiqdi ustam deb bekchiq gap qildinglar. Ma'u mana sinoq nusxasi kavap xurchimizning tam, sifat, rang, kapolat kavap qaynab pishidi. Kavapning ta'mimi intayin bijirmalat chiqdi alayda holatda. Ehtiyojinglar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Kavap shirini xurch setib olsak, bu xurchdan boshqa yana boshqa xurchlarni aralashtirib qo'shamdiq degan savolni ko'proq so'rabsizlar. Bugun bu savolga bir javob berayotay. Qo'llashimizdan bir tal yurakni alt raqamlarni yo'llab qo'ygan bo'lsanglar, bizning bu kavap shirini xurchimiz 10 xil dori-darmon bilan so'qtirib tayyor qilingan. Buni setib olgandan keyin buningga boshqa dori xurchlarni qo'shmaysizlar. Buningga qo'shilgan asosiy material tuz, samsaq, zanjivil, bosh piyoz, qunaquni mush materiallarni qo'shsizlar. Bizdan setib olgandan keyin biz o'lchamlik shir tayyorlash usulni sizlarga haqsiz o'rgatib qo'yamiz. Ehtiyojinglar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Undidor nomer 149 126 146 bir tal yurak berib qo'ying.